Yukarıdaki şiyenin devamı hürmetlik vatandaş. Endilikteki devamı mındak başladın. Dugal Hanım mındak görsetti. Dairle Şinjan'da Uygurlarga zor kölemde nazaret kılış tedbiri işletti. Cümleden tekşiriş punktları tosip eliş. Kol tılpını tekşiriş. 12 yaştan 65 yaşgacha Uygur ahallarını biyologiyalik farqlantirish, spir turg'izish, dana avrishkisi va ko'z qarchig'ini farqlantirish spiri turg'izish, barliq Uygurlarning sayohat qilish hujjatlarini ko'rsatishni talab qilish, ondan chet elga chiqishga iltimos qilish, iltimosga javob qaytarishi hukumatning bir necha yil kutishga to'g'ri keldi. Pasport elish uchun. Dugal Hanım mundaq hisobladı. Yaqinda Beijing davlat bexatarligi qonuni, terrorizm qarshi turish qonuni, to'g'ri bexatarligi va diniy e'tiqod ishlarini boshqarish nizomnomasi qatorli qonunlarni belgilaganda va o'zgartirilganda Uyg'urlar va boshqa osonlik millatlarni qattiq kontrol qilishni maqsad qildi. Dugal Hanım mundaq ko'rsatdi. Bu qonunlar o'zgartirilganda davlat bexatarligi to'g'risida to'g'ri bo'lmagan, kengaytib etilgan chegaralar jumladan terrorizm va radikalizmga munosabatli jinoyatlar ixtiyoriy kamsitish va ayblashga, jinoyat bekitishga elib keldi. Bu komitetning a'zosi Fatima Binta Dah Hanım zor ko'lamda 1 million Uyg'ur nazarband qilganligi to'g'risida Jungo vakiliga mundaq savollarni qo'ydi. Hozir Uyg'urlarning Jungoda diniy e'tiqod erkinligi qaysi holda turadi? Ularning diniy e'tiqodi nima va yana qanday qonunning himoyasiga erishdi? Haftaning 5-kuni bu yerda o'tirgan 50 nafar kishidan tarkib topgan vakillar o'mikining a'zolari bu masalaga javob qaytarmadi. Haftaning 5-kuni bu yerda o'tirgan 50 nafar kishidan tarkib topgan Jungo vakillar o'mikining a'zolari bu masalaga javob qaytarmadi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har qanday shakllik irqiy kamsitishni tugutish xalqaro ahdnomasini tuzishga qatnashgan davlat. Bu ahdnoma ostida turg'izilgan, tiklangan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy kamsitish komitetining 18 nafar mutaxassisdan tashkillangan. Bu komitet ahdnoma tuzishgan davlatlarning ahdnoma tekshirish ahvolini ham tekshirdi. Jungo'ni tekshirish faoliyati 8-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Janmada elib berildi. Xi Jinping Junxo millatlari o'rtoqligi engini turg'izmoqchi bo'ldi. Kichik mavzu. Haftaning 5-kunidagi yig'inda Jungo vakillar o'migining boshlig'i Yu Jianhua mundaq ko'rsatdi. Bu qatimqi yig'in o'z ichiga olgan holda yaqinqi 10 yildan beri Jungo osonlik millatlarning huquq va huquqini qo'g'dash jihatda zo'r taraqqiyot erishdi. Ya Allah, 100 degan bo'lmagandiga yomon tasgibkina vatandosh, 100 degan bo'lmagandiga yomon tasgib. Taraqqiyot qilishdi. U mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping 19-qurultayda o'tirib qo'ygan Jungo millatlarining o'rtaq engini qurish. Jungoning yangi davr milliy siyosatining yetakchi ideyasidir. Demak, qiraman, bostiraman, maxfiy qo'lga olaman, maxfiy g'oyib qilib o'taman. Shu orqali Jungo millatlarining engini turg'izaman deydi ekanda rais Xi Jinping. Bu komitet Jungo'ning dokladini muhokama qilguvchi ispaniyalik Nicolas Marguan mundaq ko'rsatdi. Jungo'da osonlik millatlar nomrodlik va tengsizlik jihati selishtirsak,
Cüngoluktan köp yuqori turdi. Namratlık cəhətdə köp yuqori turdi. Təngsizlik cəhətdə köp yuqori turdi. Bu Cüngol vəkillər ümiginin asallık milletlerinin namratlıqını azaytish cəhətdə ən yeni törlə siper sani bilan təminlişini tələb qıldı. O mundaq görsət, gerçi 2001 yıldan 2009 yılgacha közetiş xulasasida bu komiteye təklif verib, lekin Cüngol hazırgacha qonun turg'izib, irqiy kamsitishga qarshi xalqaro ehtinam bilan birdek bo'lgan tabar tayyorlimi deb ko'rsat. Irqiy kamsitishni tugutish xalqaro ehtinomisi 1965 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida ma'qullangan. 1969 yıldan başlap yo'lga qo'yilgan. 2014 yılga kelganda bu ahdnomaga 175 devlet imzo qo'ygan. Her qaysi devletler qo'l qo'ygan keng ko'lamlik xalqaro kishilik huquq nizomnomalarining biri bo'lib hisoblangan ahdnomadir. Bu ahdnomani Cüngol 1981 yılı tasdiqlagan. Cüngol vəkillər ümumi haftanın birinci günü bu komitetning köplagan a'zolari o'tirg'i qo'ygan, jumladan Uyg'urlar, Tibetlar, Mo'ng'ullar, kishilik huquq qo'g'dug'ichi advokatlar, shundaqla Chavshandan Beijingga qochib borgan, Cüngolga qochib borgan kishilarni o'tkazib berganligi to'g'risida Cüngol hukumati so'ralgan savollarga javob berdi.